Men otamni bolasi emasman. Любойinki onangni do'amiga tukkala intiqaman. Men aqlim yetadi. Nomergacha ko'rib olding mashina. Sen gapingga javob ber, keduq bo'lsa. Toshkentga pochta berib. Inangizga yozuvchi qilasanmi? Shunda qo'l qo'yib berasan, inangizga yozuvchi qilmayman deb. Urruq aymog'oncha qo'lab urmasam, hovlingga aylantirib urmasam, erkaklik joyimni kesib tashlayman. Stek beribdi. Onangni omga chiqaman, kirmay qolsang to'yib kirgizib beraman. Aqlim yetadi shuni estagan. Sizlar yozuvchi qilasan, boshqa qilasan, boshqa hech narsa qila olmaysan. Menga admin bering. Mana o'qing, yozing pastdan. Inangni ishga qilib foydasi yo'q. Menga admin anaqa pastdan yozing, admin beraman. Aka men uncha so'kaverma, ya'ni odamlar yomon qiz deb o'ylayapti. Siz so'kishingiz, men hazilingizni ko'taryapman, lekin bir nishli narsa bo'lmagan-ku o'rtamizga. Qani? Inangni ishga qilib nima qiladi boshqa? Ana chiqardim-ku tepadan. Bo'ldi. Demak, bor inangni omiga kirib ketay, inangni sizga harami. Samarqandlik bo'lib turib, inangni omiga sizga tipir qilasan, oyam tayda o'rlashib. Dushkangni olib qo'ydim. O'tiraver inangni ishga sikir, ko'zing jo'lay. Birodalar, meni ko'rmaysizmi? O'tirdi ekansiz o'tirang. Bunaqalar chiqarib yuboradi. Internetga qo'lidan qo'taq kelmaydi, chiqaradi, nima qilsin boshqa. Chiqaring. Boshqa qo'taq kelmagandan keyin chiqaradi, nima qiladi? Qo'taq boshqa o'xshab yuradi. Bu anangni skeyladi bor-ku. O'zi ana shunaqa chiqarayotganlardi. O'zi anaqa negativ. Yo'q, otasi urvini pastlardan keladi. U o'ziga urvinli odam otasi maydi. Shunday. Yo'q, otasi onangizga bismillah yarmi obro't qilib qo'ygan u haramini. Kredini aytasizmi-da? Yo'q, onangizga bismillah deb turib, mana so'gan payti chap tarafi bilan kelib turib, kuchga o'xshab chalkashib qolgan. Men yurak chaqiluvdim. Boshqa narsa emas-da, nima? Onangiz kelar bu kallangga qo'tamlar. Aqli kirmay ekanda bu onangiz keladi. Menga qiziqmas. Nima bo'lganda shu yerda yurasizmi, deyman ishsiz. Короче, shu qaranglar, men gredichiman, shuncha odam eshitibdi. Men o'zimga to'g'riman, menga neto yozmanglar. Hech mingta urib bersalar ham 10 mingta, 100 mingta, millionta urib butun 3 oylik planimni yopib beraman hozirdan desalar ham men ko'rsatmayman. Ko'rsatish niyatim yo'q. O'zimga to'g'ri xizmat, menga yozmanglar. Podpiskani agar shu maqsadda qo'shayotgan bo'lsalaring, qaytarib olinglar. Efirimga shu maqsadda kirayotgan bo'lsangiz chiqib ketinglar. Men so'kinishimga keladigan bo'lsak, prosta jinnilikni yoqaman. Chunki jinnilik yoqmasam, birinchisiga efir ochganimga aktiv bo'lmaydi. O'shaning uchun jinnilik yoqib to'pga chiqqandan keyin grade aytaman. Maqsad shu. Men asliga o'zimga yaxshi qizman, xato qilishdan qo'rqaman, xato qilmayman. O'shaning uchun menga neto yozmanglar. Men xato narsa qilmaganman. Hech kim bilan hech qachon. Agar qilgim kelsa yerga tegaman. Shu maqsad. Neto yozmanglar menga. Bu qiz barki, bu qiz. Senga o'xshagan halida 15 ming yo 20 mingga yechinib beradigan qiz emas. Boshda bilgan. Men hozir qilishim mumkin, boshqa qilishim mumkin. Bunga issiq sovug'i ham yo'q, boshqasi ham. Rahmat ko'rsatdim. Kim qayerda jarablarga o'rgancha mana shu qizga ursalaring. Yetak oilasiga foydasi tegadi. Bu onangizga boshqa qanchiqlarga urasizlar. Inangni ishga sikilaniga borib boshqa siktirib qaytib kelay inangni ishga sikirlar. Oqshamiga hijobda, kunduziga hijobda, oqshamiga ijod to'p keladi. Yinam telefon qilib qoldi, yo akam kelib qoldi, yo yinam kelib qoldi.
ta uringlar, menga 600 ta olgan bo'laman ekan. 50 tami qanchadir. Almazlaring bo'lsa. Biz bir xil soni yo'q. 20 ta ekan. 19 ta. 19 ta uringlar akalar. Kosmosga 19 ta uring. 100 ta urdi. 19 ta kerak. Men 700 ta qilmoqchiman endi. 600 ta qilmoqchi edim, endi 20 ta kerak. 19 ta. 19 ta uring, bo'ldi. Boshqa ish fala urmang. Bir xil son yo'q. 19 ta. 15 ta berdi. Endi bo'ldi. To'xtab turing. O'tib ketadi hozir. Jim bo'ldi. Ha, bir xil bo'ldimi, yo'qmi? Jim. Nima berdi? Nima bo'ldi? 700 ta bo'lish kerak. 600 tami? 700 ta. Kirida aytishim kerak. Max aka nima? Ovozingizni o'chirib, so'z tushirib tashladim so'kasiga. Onangni otangni.